Мындай кылганда ооругандар жок да эми азыр. Азыр нече жашка келдиңиз? Экем 70. Мындай кылганыңда мына какша ооруп, каршы курс кылат эле да. Эми азыр ол жок. Yo'q, hozir qirsilaganingizlar yo'q. O'zi nechinchi yili boshlangan og'riqlar? Necha yil bo'ldi boshlanganiga? Bir 5-6 yıl oldu da putuma. Ana bir jol jaktar putuma zalısı ayın oşanta öğretilen imoldan yaş bol küçük salıp жүрө öğretken bizde. Bizde kaçan Müslüman halkı jığıl tüjügü jatıp kalganda barabız da. Bu olsa baş жүрсек bara öğretiz da. Jönü жүрө öğretiz. Albatta, o'sha paytda oyoqlarda uyushish, og'riqlar boshlangan e'tibor bermagansiz-da. Nimeler taramış tüyülüp kaldı da. Poy tortish, O'shanda bo'lib qoldi. O hamile kishine mazeli shappa bilan netesim da bayağınız yaxshi bo'lib qoldi. Yürüyüşlükte. Doktorga жаткан жолу жаман көрүп, ошо. Батпан bir жылдан деп калгандан кийин демегени ол бесполезный болуп калды. O'sha og'riqlar kuchaygan paytida-da, 5-6 yil bo'ldi deyapsiz, og'riqlar kuchaygan paytda hayolingizdan nimalar o'tgan? O'zi yana bosa olmaymanmikan qayta, o'sha endi bor. O'shada ana ejem o'ylab, o'sha barib o'tirib qolsam ne bo'ladi deb qo'rqib qo'ydim da. Hozir ham эле o'sha tayoq tayanib je bo'lsam, o'sha ejem o'sha monti o'tirib qolsam bir muna jaqman deb süldürüp yursang dagы жаман. Немеше мына Kudaydan surayım da, Kuday meni bandanga muhtaç kılba. Agar putum oşonda iştebe kalıp oturup kala turgan bolsam, ketkenim jakşı da. Ulardын baldarынан başına bela bolboy. Olar arkul darilerdi alып kelip berip, onu içsең ашказаның ооруйт. Ошонун көрө, ол күнүнөн көрө жок эле болуп калганың жакшы да. Ошолорду ойлоп, ошентип коруп кетесиң да. Анан ошо утур эле ошондойлор чыккандан карап туруп анан ушуларга көрөйүнчү, звонок кылчы деп анан азыркы мен неберем звонок кылчы десе, звонок кылса эле рекламадан көрдүм. Анан мындай бир эле көрүш менен неме кылбадым, 2-3 адамды, өзүмө окшогон бир аялды, ondan кийин бир 8 аялды сакайтыпсыңар, мага ошонун арыгы 5 күндө сакайыптыр. Анан баягы 8 аял 8 күндө сакайыптыр. Анан баягы киши саждага бара албайт элем деп атты. Ол кеңири мына беймарал барып атам деп ол ошентип айтты. Анан ошону кой менен бир звонок кылып көрөйүнчү. Каерде экен булар, Наманганда, каягында экен, Өзбекстандын ошол жеринде экен. Булардын немеси неме болсо телефон номерин алып, достукка барып, ошо таксилер мындай кылсаң өмүрү барган эмесмин эми Өзбекстанга. Ошо айтып, таксилер бар экен, апарып коет мишти угуп, ошентип барып, ошолорго барып, ошо менен 5 күн дем алып келсемби, ошондой лечениясын алып келсемби деп ойлоп анан звонок кылдым да, кандай кылсам болот десем, анан мындай немем бар, дарылар бар, 2 ай ичесиз деп ошолорду айттыңар эле. Дагы сүйүнүп кеттим да, онду жакшы экен, үйдө болсо үйдө ичип көрөйүнчү, анан жакшы болуп кала турган болсом, анан дагы сүйлөшөбүз. Ошондо бир жолу издеп барам деп анан ошентим да. O'sha kuzatib, bemorlarni ko'rib kelgan olibsiz-da. O'sha mahsulotlarni kapsulasini iste'mol qilib, baljamini surib tashlashni boshlaganingizdan keyin o'sha sizdagi mana o'zingizdagi o'zgarishlar necha kunda o'zingizga bilinishni boshladi? 15 kundan keyin. 15 kundan men tem ko'p 5-6 жылдан beri nima bo'ladi? Mana tishidan kichkina massajni shifab qo'yib, nima bo'lsam bir yarim kunga, bir kunga bo'ladi. O'sha mazni shifab qilam. Ошентип эптеп намаз окуп, ошентип күн өткөзүп жүргөн балдарым эмнеде больницаларга ham жатпайсыз папа дегенден, ошо силерден мурунураак 1-2 ай мурун, 1 ай мурун больницага жаттым. Ол больницанын кайдасы жакшы болбоду да. Жөн эле баягы үкөл дарысы жамашсайса жамбашта, биягында болбосо колду эле шойдон эле туруп калгандай сезилди мангачы. Жакшы болбодум да, үйгө келип кайса дагы ооруп, грипп болуп, ар бала болуп, ушундай боло бергенден анан силерди таптым да, эми Кудайым силерди учуратты мага.
sababchi bo'lgan. To'satdan bo'ldi-da endi. Mana hozir mahsulotlarni istemoqchisiz. 15 kunda o'zgarish sezildi deysizda. Undan oldin qanaqa og'riqlar bo'lardi va hozirgi paytda qaysi og'riqlaringiz yo'qoldi? O'shalarni ham ayting. Voy, bunday qilganda ma qoqsha ur, qarshi qurs qiladida. Emas, u yo'q. Yo'q, hozir qirsilagan ovozlar yo'q. Ana nima gumbur ko'lganga qarab qoladi kesin. Gumbur ko'rsa ham o'rtasi o'rta. Ayniganda. Ana o'sha hozir ham kecha gumbur ko'lib nima qildim, ondan beri kun ham hozir ham bir ko'lib o'tadi. Oyoqda qatib qolishlari bor edi dedingiz. O'sholda ham o'sha qatib qolgani yumshab qoldi. Yumshab ketdi. Ana bir o'talo saqayib ketgim keladi har qanday odamning. Yashim ulug' bo'lsa ham toza yurgim keladi-da endi. Ana hozir bemalol qimillayapti oyoqlaringiz. Qimillaydi, bemalol qimildab yaxshilik. Men ayircha bu yog'imdan buni tizimga jamon qiynalyaptimda. Namoz o'qiyotganda qanaqa holat edi undan oldin? O'sha mutib turib, mutganda qoqsha ur, rosa uribdi. Hozir har holda bemalol borib kelyapsizmi ancha? Hozir sajda qadimgidek boram. Urvay qoldi. Yemi namozni keyingi o'qitam. Pastdan o'tirib o'qib qoldim meni. Sarminin tikatib o'qib qoldim. Endi Xudo xolasa, buni hozirgi darini ichsam, barliq namozlarimni tikatib o'qib qolsam degan umiddaman. Albatta endi o'sha mana hozir ko'p dorilar ichsam oshqozonimni og'ritardi, zarda qilardi deb aytdingiz. Zarna qiladi bu. O'sha zarna ham qilib aytganda. Zarna bo'lmadim bu darini ichib qo'rqib ichdim. Zarna qilgan bo'lam. Endi jittab ko'rdim qanday dar ekan deb. Ana o'sha zarna qilsa, oshqozonni zarna qilib tursa ham ichalmasam qiyin-da oshqozon ham ishdan ketayotadi deb davo qo'rqib ketsin. Shu bir jag'ini ichsang, bir jag'ini jaqmay shunday bo'lib qoldi yashim o'tganda. O'shaga ham bu oshqozondan mo'rvoyimda bilinmay ketayotganda dar. Kim qoladi kesin. Hozir Xudoga shukr edim. O'sha gruppani ko'p o'ziflarni ko'ribsiz, 1-2 oy kuzatibsiz. Mana hozir iste'mol qilganingizdan keyin o'zgarish bo'ldi, misol uchun. Xudoga shukr. Xuddi mana sizga o'xshab og'riq bo'ladi-yu, lekin og'riqqa chidab olsammikan, olmasammikan deb o'sha kuzatayotganlarga nima deya olasiz? Misol tavsiya qila olasizmi? O'shalarga aytganim o'sha. Men o'sha gumanda bo'y deb jo'n shartlar olib ichib o'sha nima qo'llanavish kerak-da. Vaqt ketkazmasdan. Bor bo'layotgan foydasi bor ekanda. Foydasi bo'ldi mengachi. Boshqalar bilmayman. Menga bo'ldi chinda o'yle. Ana boyagi nimadegilar 5 kunda, 8 kunda bo'lsa ham 15 kundan kishi qilib o'sha bir oyning ichida bo'ldi-da. Yaxshilik bo'lib qoldi. Bugun daha sar nalarimda sizlar o'sha mazlarni tushib nalarimni olib ketdimmi? O'qishga baramda. O'sha borib kechirasa bu childab terilib borib keldim. Mana o'sha terminen chiqadi. Ana boyagi tizelerin boyagida shuvasam bile singib ketib, yo'qolib ketadi-da. Turib qo'yib boshqa maylar o'sha singib ketadi. O'sha 15 minutga surtganingizda u teriga yetilib ketadi. O'shaga gir unalarga o'shanday bo'lib nima bo'lib qoldi. Men ishi qilib qanday bo'lsin bilmayman. Yaxshi ekanda. Menga yaxshi bo'ldi, menga yoqdi. Bir oy yemişdim, 2 oy. Bunun srogi 2 oy ekan. 2 oy deb o'tasan deyman o'sha. 2 oy ichib ko'rayinchi, o'sha kichkina qattiqani yo'qolib ketsa. O'sha oyoqlaringizdagi qatib qolish, taramishlar tortishi, tizzalarda qirsillash, ancha qiynalgan ekansiz. Mana больницаlarda yotib 30 minglab pul sarflab, o'z sarf qildim, bo'lmadi. O'zgarish bo'lmagan. Bizniki bo'lmaydi. Bizning vrachlar nima qilgan o'sha hukumatniki yaxshi bo'ldi demba yukul chakanam yukul darilarni oldim. Chakana qimmat emas. Yukul darilarni oldim. O'sha etmedi-da. Bundan oldin o'shunday tabiiy cho'plardan yasalgan boshqa giyohlardan yaxshi bo'lsa bo'larkanmi degan ishonganmisiz o'zi shunaqalarga? Giyohlardan tayyorlangan mahsulotlarga ishonganmisiz? Yo'q, bundayni ko'rmadim o'zi. Ular ham bizning ko'ldarilar bayog'i jamashina qiladi haliginday. Nima antibiotik berishadi. Bayog'i kaplinsa sayishadi. Ana darilar jo'nlar unday kapsula emas.
Şöyle bayağıday derilarda. Şunda derilerini içtiğim o şey. Ular ham hareket kılışıp, yaxşı kılgan hareket kılışıp, neme kılar? Kılış değil mi olur ham bile? Shu ukol olmasdan ham yaxshi bo'lsa bo'lar ekan u deng. Ukol albasa bo'larkan. Anan neme bayağı masaj kıldırdın. Masajda ham endi o'sha unda öyle ta'sir bilinmedi de bana o. Endi qancha doktorlarchi. Shunday bo'ldi. Endi Xudoga shukr. 2 ay ichib dag'i mana shu butun kishini yumsharib, yaxshi bo'lib qolsam bile bo'ldi. Andan dag'i qanday nemeler bardan dag'i olib ichaverem deb. Nemesine qarabasdan. Xudo xolasa. Qimmatına, başqasına qaramayman. Kesin bir jangayim. Baldarımın nemesine. Har holda o'sha mahsulotlarni olib iste'mol qilganingizga rozimisiz? Xudoga shukr. Shunday menga o'xshaganda bemorlarga foydalar shunday ko'p tiyip, o'sha yarasha o'zingizdan ham tenjaninglar saq bo'lib, shunday darilar bilan bizga o'xshagan bechoralarga ishni foydalar tiyip, yaxshi baldar bo'lib, o'zingizdan bola chaqanglar bor bu yo'q bilmayman. Ateningiz bir tuğanlarına bilen çın dilmeni aytam. Yaxşı gündördü görüp, yaxşı dualarda alıplanday. Yaxşı sözlerdi ko'p, yaxşı oynap gülüp işiңер daim rivajlanıp, uşun işiңердин arkasından yaxşı nerselerge jetişip, iyiliklerge jetişip, kança bana o'xshagandardын kata dualarını alıp, özüңөр ham hech qachon oorubay, yaxshini bo'lib yurerdilar balдар. Allohu akbar. Biz ne deymiz şu duadan başka. Valla duo qilib tursanglar bo'ldi o'sha yetadi o'zi.